Vaqt satavelish. Avtori Maryam Qurbon. 3-qism. Ana, ranglik shamlar o'chirildi. Eri uni tabriklab, bo'yniga oltin zanjir esib qo'ydi. Ular quchoqlashgan chaqda ularning ko'zlari bugun to'y qilgan qiz yigitlardek biqishadi. Lirik naqshalar go'zal tuyg'ularni chachatdi. Muzikalar arqa-arqadan chelinishga boshladi. Hammasining kayfi ko'tarilib, tansiga tushib ketishdi. U shuncha cho'ng jo'zida yolg'iz o'tirib qoldi. U o'zidagi o'ng'aysizlikni besish uchun u yer bu yerlarni to'zigan bo'lib, yerga qarab oladi. Ushtum-tut uning ko'zi sahnada naqshchiga muzika chep berayotgan erga tushib qoldi. U cho'chib ketdi. Er uningga qarab turgandek qiladi. U heliqi muzika chaladigan qo'shnisi emasmi? Dal shu. U butun vujudi bilan pianino chaladi. Keyin yana tansi boshlandi. Heliqi muzikant ularning jo'zisiga kamakda edi. Yaxshimsizlar? U ko'pchilikka salom qilib bo'lgandan keyin ayolni tansiga tatdi. Chiroqlar ostida uning boshlari qayiyotgandek bo'lib ketdi. Putlari qalvalishadi. Er gap boshlab qoldi. Qandaq? Qo'shnam yaxshi turdingizmi? Apandim kelamabdi-da. Men doim sizlarning araminglarni buzib qo'yman. Kasbim shu. Uyinglarga kirib sizlardan apo so'rab chiqaymi degan. Biroq apandimni bek oz uchirtiman. Gap qilishga apsiz bo'lib qoldi. Kechiringlar. Yo'q, men anglayman. Boshqa ishim yo'q, chelayvering. Muzikaga qiziqilgansizda, xonim. Shundoq. U shu kuni uyga kech qaytdi. Yarim kechagacha uxlayolmadi. Do'stining tug'ilgan kuni uchun tayyorlangan tabrik so'zlar. Do'stining eri bilan quchoqlashgan vaqtdagi ko'rinishlar. Muzikatning yaqinlik ovozi. Tansi o'ynagandagi issiq harorat. Bemor ingradi. Uning oldidan 3 yoshli chamisidagi bir qizchaq o'tib ketib boradi. Qizchaq uningdan qochib, bir ko'langini qo'llarini tutgan peti yiroqlab ketmoqda. Uning heliqi ko'langa borgan seri kichiklab, bir qora chekit bo'lib ko'rinmoqda. O'zgarish. Uning xiyolini ba'zida qizini elib bu uydan chiqib ketish istiga chulg'ib oladi. Biroq qizi otsiz bo'lsa qanday qiladi? U o'zining otsiz o'tkazgan kunlarini aslab, bu xiyoldan cho'chib ketadi-da, munda xiyolning endi qalasiga kirib olishiga yo'l qo'ymaslikka tirishadi. Uning xiyollarini muzikasining to'xtashi bilan palampaydin taraqlab tushib ketayotgan oyoq ovozi buzib etadi. U mundaq chaqlarda nemishqidir jiddiylashib ketadi. İxtiyorsiz yugurib balkonga chiqadi va muzikatning ittik ketib qolganligini ko'radi. Keyin bu ish uchun ko'nglida o'zini yana aybladi. Eriga yaxshiroq gap qilib beqish ustida o'ylanadi. Shunda qilib, kechda eri kelganda u yuragidagi so'zlarini yana aytdi. Biz turmushimizni o'zgartaylik. Yaxshiroq mashina sotib olaylik. Qizimizni markaziy bolalar yaslisiga beraylik, pulamdi. Nima? Siz pulni buzay demoqchimi? Yo'q. Amsi nima? Biz qiraqqa qarab maqdiq. Yoshligimiz mushundaqla o'tib ketmasin. Ozroq xarajat qo'shu. Bo'lmaydi. Mush pul bo'lmag'achqa, mening bolaliqim bo'lmagan. Yoshligimni bo'lmagan. Pul degan mening jinim. Mush pul bo'lmag'achqa, dadamni bo'lmagan, ham onamni bo'lmagan. Ayol ishkisi xillig'icha talashdi. Lekin erning og'zidan ayolga yoqqudek bir ig'izmi so'z chiqmadi. Er jimli o'ltiradi. Uning chiroyi qaradab, qalpoqlari ko'kirib ketdi. Ayol erining bo'tirqidan qo'rqib ketdi. Siz ayol degan shundoq pulga turadi dedingizmi? Ayolning qalbi ingradi. Yig'ladi.
eriga turli usullar bilan yolvuribmi baxti. Lekin erning turmush mezoni o'zgarmadi. Ayolning talablari davomli rad qilinaverdi. Shu kunlarda ayolning qalbidami o'zgarish bo'layotdi. Balkondan kelayotgan musiqining sehriy kuchi uni asli tabiatiga qaytishga majburlaydi. U endi burunqidek erini saqlab, uyda o'ltiravermaydigan bo'ldi. Do'sti bilan pat-pat sayli qiladigan, qizini yetilab ko'chalarni aylanib keladigan bo'lib qoldi. U kimnidir sig'inadi. Ba'zida balkonda doim musiqa chaladigan qo'shnisini uchirtib qoladi. Va shalparda qizirib ketadi. Unodan tinishamanlik so'rab, oldirab ketib qoladi. Uning yiqimliq ovozi ayolning xiyolini xiylig'icha chulg'ib oladi. Bir kuni kechligi u qizi bilan o'ltirib, erining kelishini kutib o'tadi. Tuyuqsiz eshik chekilib qoldi. Ayol azaldan bir kelmaydigan bu uyga birining kelganligidan hodiqib, o'rnidan turdi va eshikni ochdi. Yaxshimsiz? Apandim bormi? Yo'q, tex kelmadi. Bo'pti amsa. Men uyga kirmay. Asli apandim bilan ko'rishib, tonish o'yimi bor edi. Sizlarni doim parakanda qilaman. Ati biz muzik kechilik o'tkazmoqchi edik. Agar vaqtinglar bo'lsa, apandim ishkinglar qatnashib bergan bo'lsanglar. Bu ayol nima deyishni bilmay turib qoldi. Chunki u nima deyishni bilmaydi. Erining mundaq yerlarga bormaydiganligini aniq biladi, lekin biletni qaytarvasunmi? U o'ylab bo'lg'icha musiqat ishni yapadi. Uning qalbi hayajonlanadi. U to'y qilgandan beri mundaq kechiliklarga faqat berib baxmagan edi. Bugun eriga yumshoq gaplarni qilib, uni qandoqli bo'lmasin yumishtish qaroriga keldi va xushal bo'lib, erining kelishini saqladi. Eri biroz soatlardan keyin qaytib keldi. U erining kiyimlarini astiga esib bo'lib, uningga choy damladi. O'zigimi bir piyola choy elib, erining yoniga kelib yondashib o'ltirdi va oldirmay qo'lidagi biletni sunib so'zladi. Qo'shnimiz bu biletni bizga kiribdi. Musiqa kechiligiga qatnashib berishimizni o'tindi. Nima deb uning biz bilan aralashqisi kelib qopdi? U doim sizlarni parakanda qildim, sizlardan kechirim so'rg'unim bo'lsin deydi. Ba'zida musiqa chalib qizimizni uxlatmagani uchun bizdan apu so'rg'un o'xshaydi. Sizning musiqaga amroqligingizni bilib qoldimi, nima bu so'ldek? Voy, bu nima deganingiz? Basangiz o'zingiz bering. Men azaldan mundaq kechilikka berib boqmagan. O'ltiramayman. Undaq qilmang. Haq bizning izzatimizni qilib taklif qilsa, bormasa qandoq bo'ladi? Mushu bir qatim bo'lsa-mu talbimni rad qilmasangiz. Dedim-ku, o'zingiz bering deb. Ayol qattiq ma'yuslandi. Uning qalbidagi kichkina umidmi o'chgan edi. Ayol yeli chiqib ketgan to'pdek o'zini sofaga lassida tashlab o'ltirib qoldi. Eri eshikni qattiq yepib chiqib ketdi. Birdamdan keyin u esiga kelib, do'stiga telefon berib, bu ishni aytdi. Do'sti xushalligidan vaqirab so'zlab ketdi. "Vah, mundaq fursat yana kelmaydi. Ishkimiz barayli bo'lmasa." "Yo'q, men bormaymikin. Sen ering bilan bor bo'lmasan." "Voy, qara adash. Uning beradigan odam yo'q. Sana bergan emas o biletni. Bu uning sizlar bilan olishib o'tishni xohlaydiganligi. Eringni cho'ng bilganda haqiqatan." Texi kun tushdan andila qayrilgan do'sti chiroyli yasangan holda kirib keldi va uning ma'yuslanib o'ltirganiga qarab, "Voy, nimaga buncha mo'linib o'ltirsan? Men billa boraman dedim-ku, tura o'rningdan, billa boramiz." U bir oddiy raqtdan tikilgan ko'nglikini kaydi. Qimmat baholiq zinnat buyumlari ichida o'tqashdek yaltirab turgan do'stiga bir qarab qo'ydi-da, xursunib qo'ydi. Andin oppoq qo'liga to'y uzukini soldi-da, chechiga qiz vaqtida taqib oladigan lentisini taqib oldi. "Hozir texi baldir bo'lgandan keyin men pardoz qildiradigan go'zallik saloniga berib, ozroq kashlikkarim qildirib olamizmi texi?"
u pardoz qildirib bo'lgandan keyin o'zining aynakdagi aksiga qarab hayron qoldi. Chiroyli yasab qo'yilgan qoshlariga inchga sizilgan qoshliq to'limi yarashgan. Qiniq ranglar bilan pardozlangan. Qapaqlar ko'tarilganda uning ko'zlari yo'ltozdek chaqnab ketdi. Ozroq rang berilgan yuzlarida xeyli zamonlardan beri ko'rilib baxmagan kulki jilvilangandek ko'rinadi. U yenik birini tindi. Ular konsert biletiga qarab oldingi ratdan o'rin oldi. O'yin boshlandi. Ular sahnadagi artistlarni aniq ko'rib o'ltiradi. Shu arliqda sahnada muzikat qo'shnisi paydo bo'lib qoldi. U sahnada turib ularga qarab kulimsirayotgandek qiladi. Ayol tushunib bo'lmaydigan bu tuyg'uda u o'yinni ko'rdi. O'yin oyoqlashganda ular taloga chiqib, cho'ng yo'l ustiga o'tgandan keyin do'sti eriga telefon bermoqchi bo'lib, telefon ekranini ochib o'tadi. Shu asnoda ularning oldiga bir mashina kelib to'xtadi. Yaxshimisiz? Yaxshimsizlar? Men sizlarni opirib qo'yay. Qani marhamat, mashinaga chiqinglar. Bu mashinaning eshigini ochib, ayollarning chiqishini kutib turdi. Do'sti tezda javob berib, mashinaga chiqdi. Aradagi jimjitlikni muzikat bosdi. Ha, o'yin qandaqroq ekan? Ishkinglarning kelganinglarni ko'rib bekli xush bo'ldim. Ha, uning eri bormaydiganligini aytibdi-kan. Do'stim meni birga berishga taklif qildi. Men bu fursatni qo'ldan bergim kelmay, uningga ergishib keldim. Ha, yaxshi qilibsiz. Tanishib qoldik-ku mana. Apandimning savdo ishlari aldirashdi, ha? Men-ku tushunaman. To'g'ri tushunman. Voy, buning eri-chi vaqti bo'lsa-mu, bunday so'rovlarga bormaydi. Ha, bir muhim ish chiqib qoldi-kan, shunga. Ha, shunaqmi? Bumi kasbning ta'siridan. Savdogarlarning bundaq odatdagi so'rovlarga bag'us kelmaydi. Mening dadam savdogar edi. U mening muzik chalishimni cheklagan texi. Ular uning bu parangini qilib birdamdala do'stining eshik oldiga kelib qoldi. Rahmat sizga. Do'sti muzikantga mamnuniyat bilan kulib qo'yib, mashinadan tushdi. Do'sti tushib ketgandan keyin ayol jimib ketdi. Chunki uning kayfiyatini yana mayuslik chulg'uvagan edi. Uyga kirganda ko'radigan yo'ldishining so'q alfozini eslab o'tadi. Muzikat bu jimjitlikni buzdi. Apandimning egiligi nihoyat zo'r taraqqiyotlarga erishdi. Bu katta boy bilan aldirashliqda ko'rish fursatimi bo'lmadi. Bundan keyin aralashib o'tamiz. Salomimni yetkazib qo'yasiz, ha? Ayol uftatdi. U yiliqi so'q uyini va muzdek erini esiga silayotgan mundaq paranglarni anglashni xohlamaydi. Bo'ladi. Men yolg'iz turman, ayolim bolammi yo'q. Burun bir to'y qilgan edim. Biroq ayolim chet elga chiqib ketib kelmadi. Hozir yolg'izlikqa ko'nib qoldim. Mana keldik. Binoning oldida mashinani to'xtatdi. Ayol rahmatini bildirib bo'lgandan keyin o'zidagi beyaramchilikni bildirmaslik uchun ishtik minib kirib ketdi. Uning qalbida iliq bir sezim eqiyotdi. Eri pushuldab uxlab etibdi. U mushu hissiyoti bilan yiliqi so'q talat erining qo'yniga kirgisi kelmaydi. Ayolning qalbini qo'shnisining siymasi chulg'ib oldi. Men nima bo'ldim? Yo'q bo'lmaydi. Bu qanday hissiyat? Men bir balaning onasi. deb o'yladi ayol ichida qalbidagi bu sezimni o'ltirishga tirishib. Bemor yana emridi. Uning ko'ziga bir qorong'i ko'langi yaqinlab kelmoqda. U bu ko'langini ko'maslikka tirishadi. Biroq bu ko'langa uningga birdam cho'ngib, birdam kichiklab, uning ko'zlarini xiralashtirib ketib bormoqda. U yana jimib ketdi. Chaqirilmagan mehmon balkondagi muzika davomlashmoqda. Ayolmu qizini o'ynatqach bu kunlardan huzur olmoqda.